imtihonlari bo'lib o'tyapti. Bular mart oyida bo'lib o'tgan onlayn ro'yxatdan o'tishgan va umumiy 8158 nafar nomzod ro'yxatdan o'tib ariza qoldirgan va shular uchun bugundan boshlab 22-aprelgacha bir kunda 5 ta potokdan test jarayonlari bo'lib o'tadi. Ayni damda 3-potok test jarayonlariga kiritishga boshlandi. To'liq tekshiriladi. Birinchidan test jarayonlariga kech qolish kerak emas, 1 soat avval kelish kerak. Ikkinchidan hech qanday texnikalar, bir taqiqlangan buyumlar olib kirish mumkin emas. Ko'ryapsiz, tekshiruv juda ham qattiq va albatta yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak til bo'yicha. Ya'ni til bilimlaringiz sinaladi bu yerda. Test topshirasiz. Koreyaning IPS Topik test markazi tomonidan tashkil qilinyapti. Testlar o'tkazilyapti. Migratsiya agentligi bu yerda faqat tashkilotchi. Demak, jarayon qanaqa? Kelasiz, tekshirishadi, o'tasiz, pasportingiz bo'yicha Face ID dan o'tasiz. Keyin maxsus tekshiruv xonasiga kirib to'liq tekshirilasiz. Chunki imtihonlar adolatli va shaffof o'tishi kerak. Telefonlar, pultlar hammasi topshirilib kiriladi. Imtihonga kelmoqchi bo'lganlar, ro'yxatdan o'tganlar, ko'ringlar jarayonni. E'londa qanday talab berilgan bo'lsa, xuddi shu talab asosida tekshiruvdan o'tasizlar. Jarayonni hozir ko'rsatsam bo'ladi? Demak, jarayonni ko'ryapsizlar, to'liq tekshiriladilar, chunki maxsus kameralar, maxsus texnikalarni olib kirishga urinish holatlari kuzatildi va imtihondan ular chetlashtirilib protokol qilindi. Mana jarayon, chunki shaffof bo'lishi kerak, hammaga bir xil imkoniyat yaratilishi kerak. Bu yil avvalgi imtihonlardan farqli o'laroq ilk bor Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash markazida test bo'lib o'tyapti. Maxsus test o'tkazishga ixtisoslashtirilgan markaz bu yerda. Va o'sha xalaqit beryapman Face ID-ga. Nomzodlar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini bemalol namoyon eta olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Savollarda albatta murakkablashuv bo'lgan. Grammatikadan savollar ko'p, so'zlarni yodlab kelsin, grammatikani ko'proq o'qisin deyishdi imtihonga kirib chiqqanlar. Qaysi gapim noto'g'ri ketdi? Balki to'g'rilab qo'yarsiz, to'g'ri gapirmagan bo'lsam. Nigor opa ish joyidalar. Yo'q, Yashnobodda, Yunusobodda, to'g'ri, Yunusobodda bo'lyapti. Yashnobodda o'qitman. Koreyada 9 viza asosida ishlash istagini bildirgan nomzodlar uchun IPS Topik imtihonlari bo'lyapti. Amerika uchun men juda ham ko'p marta aytdim, e'lonlar o'zimizda xorijda ish Telegram kanalimizda rasman e'lon qilinadi. Ana shu yerda barcha talablar bilan tanishasiz. Hozircha e'lon qilmadik. Bu Koreyaga ketishni, Koreyada ishlashni maqsad qilgan nomzodlar uchun IPS Topik imtihonlari bo'lib o'tyapti. Yozma imtihonlar, ya'ni til bilish bo'yicha til bilimlarini sinaladi bu yerda. Bundan keyin amaliy imtihonlarga jalb qilinishadi. Amaliy imtihonlardan ham ijobiy o'tganlar Koreyaning SPAS elektron ish izlovchilar bazasiga kiritiladilar. Ana shu bazada 2 yil davomida turiladi. 2 yil ichida bo'lib o'tadigan Koreya ish beruvchilari tanlovida ishtirok etishadi. Testlardan, amaliy imtihonlardan barchasidan ijobiy o'tish bu Koreyada ishlashni kafolatlamaydi. Faqatgina tanlovlarda ishtirok etishni kafolatlaydi. Tanlovlarda tanlansa, keyin mehnat shartnomasi keladi va Koreyada ish boshlashadi. Amaliy imtihonlar bo'yicha o'zimiz ma'lumot beramiz, qayerda bo'ladi, qay tartibda bo'ladi.
AQShga til sertifikati kerak bo'ladi albatta. Endi imtihonlar qanaqa nima ish beruvchilar to'liq talablarni bersa, keyin biz e'lon qilamiz. Demak, tekshiruvlardan o'tgan bolalarni bu yerda ko'rishadi. Keyin Germaniyaga albatta Ausbilding qilamiz. Bu haqida e'lon juda ham ko'p berganmiz. FIT va APA loyihalarida biz Ausbildinglarga qabullar ochildi, nomzodlar qabul qilindi. Hozir ularning hujjatlarini va tanlovlarni o'tkazish jarayonlarida ish beruvchilarning o'zlari tanlov qiladilar. Также va u yerdan chiqqanlar ro'yxatdan o'tishadi. Ro'yxatdan o'tganlardan keyin imtihon bo'lib o'tadigan zallarga kiritiladi. Testdan o'tmagansiz birdan aytilmaydi. Test ballingizni ko'rib olasiz, keyin o'tish balli e'lon qilinadi. Ko'rdingiz jarayonlarga guvoh bo'ldingiz. Hozircha efirni yakunlaymiz. Ayens va muammo bo'lgan bo'lsa 1282 qisqa raqamiga bog'laning. Yana shu yerda nima muammo bo'lgan bo'lsa ko'rsatdim boshidan. Test kontrollardan hammasini o'tkazishni ko'rsatdim. Angliyaga qachon ketish haqida e'lon beramiz. Nima gapingiz bo'lsa mana shu yerda yozib qoldiring, to'liq mana shu yerda o'zi javob beramiz. Bepul kurslar bor, nemis tilini o'rganishingiz uchun albatta. Qaysi hududdan bo'lsangiz, ana shu hududdagi filialimizga bog'lanasiz. 1282 raqami orqali filialni adreslarini, manzillarini, telefon raqamlarini ham olishingiz mumkin. Ausbildingga hozircha vakansiya yopildi. Ochilish bilan biz yana e'lon qilamiz. Chunki kerakli sondagi nomzodlar yig'ildida. Jahongir savol bo'lyapti. Jeton chiqmaganlarga nima bo'ladi deyishdi. Jeton chiqmagan nima bo'ladi? Jeton chiqmaganlar mana shu pasportda yoki rasmlarda yoki ma'lumotlar noto'g'ri yuklanganligi sababli chetlashtirilgan bo'ladi yoki oldin noqonuniy nashr xatti-harakatlar sababli chetlashtirilganlar bo'lsa, ba'ziga kiritishda zapret qo'yganlar bor, o'shalar chetlashtirilganlar. Eshitdinglar, ko'rdinglar, jetoni chiqmasligining sababi birinchidan talab doirasidagi hujjatlarni yuklamagansiz yoki oldin Koreyada zapretingiz bor. Yo'q, oldin masalan IPS top imtihonlarida ishtirok etish jarayonida naushnik boshqa narsalar bilan qo'lga tushib chetlashtirilgan. Avtomatik bizda cheklov o'rnatilganda chiqqan ba'zida. Ba'zani o'zi cheklovda yakunlab yuboradi, taqiq qolgan. Yoki rasmlarda yoki pasport ma'lumotlari o'rnatilgan belgilangan hajm formatda yuklamagan bo'lsa, ochmaydi uni. Oq fayl bo'lsa, ochmaydi. Koreyaga borib kelganlarni topshirsa bo'ladimi deyishyapti. 39 yoshgacha bo'lgan bo'lsa, 10 xizmat qonuni bo'lsa, albatta topshirsa. Eshitdingiz, Koreyaga borib kelgan bo'lsangiz 39 yoshgacha bo'lgan, Koreyada hech qanday qonun qoidalarni buzmaganlar muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, o'zi avtomatik borsa bo'ladi, lekin buning uchun sizlar onlayn ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak edi. Onlayn ro'yxatlarimiz yakunlangan, 8158 nafar nomzod ro'yxatdan o'tgan va shular uchun 22-aprelgacha bir kunda 5 ta potokdan imtihon jarayonlari bo'lib o'tadi. 23-aprelgacha, 22-aprelgacha ishlab chiqarish, 23-aprel xizmat ko'rsatish sohasidagilar uchun imtihon bo'ladi. Faqat Zagreb pasporti o'zi bilan kelasiz imtihonga, boshqa narsa kerak emas. Hamma imtihon shu yerda bo'ladimi deyapti. O'sha 23-aprelgacha bo'ladigan imtihonlar hammasi shu yerda bo'lib o'tadi. Salatkan ichida naushnik yoki texnik narsa olib kelinadigan. Demak, bu yerda naushnik, kamera kabi texnikalarni olib kirilmayotganini tekshirishadi. Bu yerda bitta holat bugun aniqlandi, ya'ni tuflining tagiga kamerani yashirib olib kirishga urinish bo'lgan va uni chetlashtirildi imtihondan. Bu fuqaromizni afsuski shunday urinishlar ham qilib ko'rishadi. Endi baribir hamma narsani shaffof bo'lgani yaxshi, chunki bu yerda barchaga bir xil imkoniyat yaratilishi shart. Kim qaysi potokda kirishini biz e'lon qilganmiz. Xorijda ish Telegram kanalimiz IPS-Top 2026 hashtag bilan qarab, o'zingizni spiskingizdan qaysi potokda kirishingizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu yerda til bilish bilimlari tekshiriladi. Imtihon
test tugatishingiz bilan, yakunlashingiz bilan necha ball olganingiz ma'lum bo'ladi. Keyin hamma imtihonlar 23-gacha bo'ladigan, 23-kuni ham bo'ladigan imtihonlar tugagandan keyin eng katta ballga qarab, talabnomalarga qarab o'tish ballari ma'lum bo'ladi. Biz e'lon qilamiz kimlar o'tganini. Keyin amaliy imtihon ham bo'lib o'tadi. Amaliy imtihondan ham ijobiy natija ko'rsatganingizdan so'ng SPAS elektron ish izlovchilar bazasiga kiritilasiz. 2 yil davomida ish beruvchilar tanlasa, keyin Koreyaga ketasiz. Kimdir omadi kelib 1 oyda tanlanishi mumkin. Kimdir omadi kelib masa 2 yil davomida ham tanlanmasligi mumkin. Imtihonlarda ishtirok etish, ijobiy natija ko'rsatish bu sizlarni Koreyada ishlashingizni kafolatlamaydi. Buni oldin ham aytganmiz, keyin ham aytganmiz. Bu faqat ish beruvchilarning tanlashiga bog'liq. Ish beruvchilar ham familiyadan, ismdan yo boshqadan tanlashmaydi. Ular o'ziga kerakli ishchini kategoriyalarini yozishadi. Menga shu bo'ybastagi, shu vazndagi erkak yoki ayol ishchi kerak deb qo'yishadi talablarni va random usulida o'sha talablarga mos keladigan ishchilar orasidan tanlanadi. Suhbat ham bo'ladi. Suhbat amaliy imtihonlar vaqtida suhbat ham bo'ladi. Manzilli xorijiy Telegram kanalimizda qoldirganmiz. Bu yerda avvaldan ro'yxatdan o'tganlar qatnashadi. Ya'ni ular 8158 ta nomzod avvaldan ro'yxatdan o'tgan va ularga jeton berilgan. Onlayn ana shu qatnashadi. Ichkariliklar birinchi tekshiruv, ikkinchi tekshiruv ya'ni Face ID. Haqiqatan siz shu nomzodning o'zimisiz, yo'qmisiz pasportingizga qarab va undan keyin bu yerda maxsus texnikalarni olib kiryapsizmi, yo'qmi, ishlarsangiz yo'qmi qo'shimcha kiravering. Tekshirishadi to'liq. Keyin guruhingizga qarab belgilangan xonaga assalomu alaykum, assalom kirasiz. Efirni demak yakunlaymiz. Endi hammaga omad tilagan holda soat 13:00 da imtihonlar boshlanadi. Imtihon jarayonlarini avvalgi efirlarini ko'rsatganman.